Assalomu alaykum. Men O'zbekistonda yagona bo'lgan tibbiyot apparaturasini sizlarga mutaxassisimiz tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Bu apparatimiz nomi denstometr. Ya'ni toza bedrenniy suyaklarimiz va bel sohadagi suyaklarni tekshirib, plotnisini, kalsiyasini va opsionalni, ya'ni prognoz, 10 yillik prognozni ham qilib beradigan apparat. Bu homilador ayollar, homiladan keyingi rentgenda ozgina ограничениялар bor odamlar kira olmaydigan paytda mana shu apparat ishlatiladi. Bu ultrazvuk bilan tekshiriladi. Zarari nol, zarari yo'q. Bu ham italyanskiy, Italiyada ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa buni ham garantiyasi bor. Servisimiz o'zimizda, обучение o'zimizda. Inshaalloh hammamizga yaxshi xizmat qiladi degan umiddamiz. Rahmat sizga.